Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. U duoga o'xshaydi. Kelgach, qalbim taskin topadi va tinchlanadi. Adajonsiga. Ko'ksimning ichida bir duradgor bor. U tunu kun tinmasdan tobutimni yasaydi. Duk, duk, duk degan tovush keladi. Bilamanki, tovush tingan kun tobutim tayyor. Dunyo sendan bezsa bezsin. Dunyo seni ezsa ezsin. Ketganingni aytib ketma. Odamlarning o'zi sezsin. Xayrulla Hamidov. Bir odamga juda qattiq ishonvorsangiz, u odam sizga bir umrlik do'st bo'ladi. Yoki bu ish sizga bir umrlik dars bo'ladi. Kimga mazza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta javoblaringizni yozing.